Şinjan'ın Kaşgarı var, Kaşgar'ın Anar var. Kasım'da Kazak'tan mıhtı kızı Canarı var dep жақсыларма ekran алдындағы ардақты ағайын. Егер алдығы достар, yaxshimisilar? O'zinglar o'ng tarafda ko'rib atgan çay qaynidi, chaynakda, tirnoq to'di, saynakda, nemanchi chiroyli ko'rindi, Canar qizchaq aynakda degandek 85 kuyga olgan aynak bilan tug'an qiz, qozoqlarning mıhtı qizi Canar qizi bilan biz ekran oldagi otbez xalqimizga yaxshi bir xush xabar deb kelgan bo'ldik. Atdiganda çay ichima, dami yomon qayriq, hammamizga bayga hozirlamoqchi sol tarafdagi seriya degende sol tarafımızdaki Seyret akimiz bo'lgan Azim akimiz bilan o'ng tarafdagi o'zinglar ko'rib atgan yaxshilarni yaxshi sorunning hamma yeriga chaqirib ketgan Azim bilan Og'in o'limada bosh tarafi oqirib ketgan akimiz ikkisi yaxshi bir dasturxon serib 4-oyning 18-kuni Qo'rg'as Lo'sigun ot baygi maydonida yaxshi bir ot baygisini bermoqchi. Bu baygini qozoqlarningki mıhtı qizi Canar qiz, ondan keyin Uyg'urlardan men, ya'ni Qashqardan kelgan Abdusalom qatorliq bir yurish to'g'rida yaxshi yetmayotgan bolalar bilan hammamiz birlikda qilmoqchi. Shunga bizni qo'llayotgan fansi do'stlarimizni biz 4-oyning 18-kuni Lo'sigunda o'tkaziladigan birinchi navbatlik Albarkat Lo'nqusini talishi ot baygi musobaqasida saqlaymiz. Yaxshilar qadrini har yerda bilib boradi. Hammanglar yaxshi ko'rgan Canar qiz qalpog'ini kiyib bordi degandek, qalpog'ini kiyib bordi. Canarni yaxshi ko'rgan mastanlar bo'lib qolsa, del aşı maydonda ko'rishgaymiz. Undan keyin mushokirlarimizniki Albarkat tunji navbatlik ot baygi musobaqasiga har yerlardan keldigan barcha fansalarimizni, barcha otsever xalqimizni qizg'in qarshi olamiz. Unda bo'lsa qo'limizga kuchni yig'ib g'amlarimizni o'rashayli. 4-oyning 18-kuni Lo'sigunda ko'rishayli deb ekrandagi do'stlarimizdan 4-oyning 18-kuni Lo'sigundagi ot baygisida ko'rishimiz. Shu munosabat bilan bugun sizlarga olib kelgan xush xabarlarimizdan jiratdagi gap so'zlarni g'aybat bilan to'shib bermoqchi, sizlarga eng yaxshi bo'lgan ot jugatganlarga Ismoilkam yaxshi sovg'atni qo'shib bermoqchi deb Ismoilkam yaxshi bir sovg'at bermoqchi. Shu ot baygisida etinglar agar birinchilik tikagan yaxshi baytallaringlar bo'lib qolsa, birinchilik tikaganlarniki Ismoilkam ishki baytalni tanlab haqsiz urug'lantirib berishdan boshqa el oblast tavasidan shunda oilasida haqiqiy qiyinchilik va baytal urug'lamayotgan aziz qarindoshlarimizga bizning Ismoil Govan akimiz mana shu baygi munosabat bilan sizlarniki shu hojitinglardan chiqib bermoqchi. Yaxshilarning yo'liga yaxshilar amra degandek biz dal shu baygi maydonda sizlarga o'xshash yaxshilarni kutamiz. Unda bo'lsa Canarni yaxshi qiz deb Qazaq arasida danglab baqayli, eng oxirsida sizlar yaxshi ko'rgan Canardan ikki qiz qar o'lim anglab baqayli. Qani Canar o'zingizga. Salomlar, hurmatli ko'pchilik. Biz bugun o'sha Shapshaldagi Ismoil og'amizning at qorasındamiz. Endi aldaringizda Uyg'urdan chiqqan aqin, o'zi жылқыға жақын, tor betinde tanilgan Nurshат degan атын deb dal o'sha og'amizben кездесіп отырмыз. Alda 4-oyning 18-kuni ulkan bir alamon baygi o'tkazilib жатыр. Buyursa, Lo'sagunda кездескенше. Rahmet. Erşat'ın arçağında atası var. Kazağımның bir-biriga batası var. Atımdың Erşat'ın Nurşat deydi. Canar'dың da kezinde katası var deb atım Erşat болады endi. Rahmet Canar'a da. Sonda sizlerde 4-oyning 18-kuni Lo'sigun at baygi maydonida saqlaymiz. Ko'pchilik rahmat.